Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Qaysi ishlovchilarga qayta hisoblash qilindi? Kimning puli o'shishi kerak? Kimga bu qo'yda taalluqli emas va eng muhimi, siz o'zingizni qanday tekshirishingiz kerak? Bu masala faqat buxgalterlar yoki kadrlar bo'limi uchun emas. Har bir ishlayotgan odam, pensiya olayotgan ishlovchi, budjet tashkilotida ishlaydigan xodim, vaqtincha ishlagan fuqaro va hatto ish beruvchi uchun ham bevosita ahamiyatli. Men bugun murakkab huquqiy tildagi gaplarni oddiy qilib, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Chunki ko'pchilik bir narsani bilmaydi. Qayta hisoblash hamma uchun bir xil qilinmaydi. Ayrimlarga avtomatik qilinadi. Ayrimlar esa ariza bermasa, hujjat ko'rsatmasa yoki o'z holatini tekshirtirmasa, o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy odamga tushunarli qilib, muntazam tushuntirib boraman. Avval eng asosiy savolga javob beraman. Qayta hisoblash deganda nimani tushunamiz? Qayta hisoblash bo'ldi hisoblangan to'lov, ish haqi, pensiya, nafaqa, ustama kompensatsiya yoki boshqa mehnatga oid to'lovning yangi shartlari. Yangi ko'rsatkichlar yoki aniqlangan xatolar asosida qaytadan ko'rib chiqilishidir. Oddiy qilib aytsam, sizga avval bir summa hisoblangan, keyin esa ma'lum bo'lyaptiki, u summa kamroq yoki noto'g'ri hisoblangan. Shunda qayta hisoblash qilinadi va farq sizga to'lab berilishi kerak bo'ladi. Oldin ko'p holatlarda odamlar o'z haqlarini bilmasdi. Masalan, ish haqi oshgan, lekin ayrim ustamalar eski stavkadan qolib ketgan. Yoki pensiya yoshidagi xodim ishlashda davom etgan, lekin uning qo'shimcha ish staji vaqtida inobatga olinmagan. Yoki xodim ta'tilga chiqqanda o'rtacha ish haqi noto'g'ri hisoblangan. Natijada odam oyma-oy ozgina kamroq pul olgan. Lekin 1 yil yoki 2 yil yig'ilganda bu farq sezilarli summaga aylangan. Hozir esa ko'plab tizimlar elektronlashgani, mehnat shartnomalari, ish haqi, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar yagona bazalarda ko'rinayotgani sababli qayta hisoblash imkoniyati ancha kengaydi. Ammo bu hamma narsa avtomatik va xatosiz bo'ladi degani emas. Elektron tizimda ham ma'lumot noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Ish beruvchi ish stajini noto'g'ri ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Buxgalteriya ustamani qo'shishni unutgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doimo aytaman. Har bir xodim o'z hisob kitobini kamida umumiy darajada tushunishi kerak. Bu o'zgarishlarning asosiy ta'siri shundaki, endi ayrim toifadagi ishlovchilarga avval hisoblanmagan yoki noto'g'ri hisoblangan summalar qayta ko'rib chiqiladi. Kimdir ish haqidagi farqni oladi. Kimdir pensiya yoki nafaqasiga qo'shimcha oladi. Kimdir ta'til puli yoki kasallik varaqasi bo'yicha farqni talab qilishi mumkin. Lekin kimlar? Mana endi asosiy qismga o'tamiz. Asosiy qism B. Kimlarga qayta hisoblash qilinadi? Kim xavotir olishi kerak? Kimga tegishli emas birinchi toifa ishlayotgan pensionerlar. Men amaliyotda eng ko'p uchratadigan savollardan biri shu: men pensiyaga chiqqanman, lekin ishlayapman. Menga qayta hisoblash bo'ladimi? Bu yerda muhim shart bor. Agar siz pensiya oluvchi bo'lib, keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsangiz, sizning ish faoliyatingiz, sug'urta badallari yoki tegishli to'lovlaringiz, ish stajingiz va daromadingiz qonun talablariga mos ravishda hisobga olinishi mumkin. Ammo bu har doim avtomatik tarzda darhol pensiyani oshiradi degani emas. Qayta hisoblash uchun ma'lum davr, ma'lum hujjatlar bazadagi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Masalan, Abdulla aka 2021 yilda yoshga doir pensiyaga chiqqan. Pensiya tayinlangandan keyin ham maktabda qorovul bo'lib rasmiy ishlagan. Uning oyligi 1 million 800 ming so'm bo'lgan. Keyin 2 million 300 ming so'mga oshgan. Agar uning ishlagan davri tegishli tartibda hisobga olinishi lozim bo'lsa, qayta hisoblash paytida uning qo'shimcha staji va daromadlari ko'rib chiqiladi. Natijada pensiyasi masalan 20 ming, 20 ming yoki undan ko'proqqa oshishi mumkin. Bu raqamni men taxmin sifatida aytyapman. Chunki aniq summa odamning ish staji, oyligi, oldingi pensiya, hisob kitobi va amaldagi tartibga bog'liq. Ikkinchi toifa. Ish haqi oshishi kechikib qo'llangan xodimlar. Masalan, tashkilotda tarif stavkalari 1 yanvardan oshgan, lekin buxgalteriya yangi stavkani fevral yoki mart oyidan qo'llagan. Bunday holatda yanvar oyidagi farq qayta hisoblanishi kerak. Aytaylik, Dilnoza opa bolalar bog'chasida tarbiyachi yordamchisi bo'lib ishlaydi. Uning eski oyligi 1 million 900 ming so'm edi. Yangi stavka bo'yicha 2 million 20 ming so'm bo'lishi kerak edi. Lekin yanvar oyida unga eski summa to'langan. Farq 2 ming so'm. Agar shu farqqa ustama
rag'batlantirish, ta'til puli yoki boshqa ko'rsatkichlar ham bog'langan bo'lsa, unda qayta hisoblash faqat 2,5 ming so'm emas. Undan ham kengroq bo'lishi mumkin. 3-toifa ustama va qo'shimcha to'lovlari noto'g'ri hisoblangan xodimlar. Ba'zi xodimlarga zararli sharoitda ishlagani, tungi smenada ishlagani, bayram kunlari ishlagani, qo'shimcha vazifa bajargani yoki malaka toifasi uchun ustama to'lanadi. Lekin amaliyotda xatolar ko'p uchraydi. Masalan, tungi smena uchun qo'shimcha haq berilishi kerak, lekin tabelda tun soatlari noto'g'ri kiritilgan. Yoki xodimga bir oy davomida bo'lim boshlig'i vazifasi vaqtincha yuklatilgan, lekin buyruq bo'lsa ham buxgalteriya uni hisobga olmagan. Misol keltiraman. Jasur ismli xodim ishlab chiqarish korxonasida smenada ishlaydi. Bir oyda u 48 soat tungi smenada bo'lgan. Har bir tungi soat uchun qo'shimcha haq hisoblanishi kerak. Agar uning soatlik stavkasi 20 ming so'm bo'lsa va qo'shimcha haq tegishli foizda hisoblanadigan bo'lsa, bir oy ichida sezilarli farq chiqishi mumkin. Agar bu xato 3 oy davom etgan bo'lsa, farq yanada kattalashadi. Bu yerda odam mayli ozgina ekan demasligi kerak. Chunki mehnat haqi bu xodimning qonuniy daromadi. 4-toifa. Ta'til puli noto'g'ri hisoblangan xodimlar. Ta'til puli odatda o'rtacha ish haqiga qarab hisoblanadi. O'rtacha ish haqiga esa qaysi to'lovlar kiritiladi, qaysilari kiritilmaydi, qaysi davr olinadi, xodim ishga qachon kirgan, kasallik varaqasi bo'lganmi, mukofot olganmi, bularning barchasi muhim. Agar buxgalteriya o'rtacha ish haqini noto'g'ri davrdan olsa yoki mukofotni hisobga olmasa, ta'til puli kam chiqadi masalan. Nodira opa iyun oyida mehnat ta'tiliga chiqdi. So'nggi oylarda unga asosiy oylikdan tashqari malaka ustamasi va oylik mukofot ham berilgan. Agar ta'til puli hisobida faqat asosiy oylik olinib, doimiy ustamalar inobatga olinmasa, ta'til puli kam hisoblanadi. Keyin bu xato aniqlansa, qayta hisoblash qilinadi va farq to'lab beriladi. 5-toifa kasallik varaqasi, dekret to'lovi yoki ijtimoiy to'lovlar bo'yicha xatoga uchraganlar. Ko'p odam kasallik varaqasida qancha olishi kerakligini bilmaydi. Buxgalteriya biror ma'lumotni noto'g'ri kiritishi, ish stajini noto'g'ri olishi yoki o'rtacha daromadni to'liq hisoblamasligi mumkin. Ayniqsa homiladorlik va tug'ish ta'tili bo'yicha to'lovlarda xato bo'lsa, summa katta bo'lishi mumkin. Bu yerda bir oylik farq emas, bir necha oyga teng hisob-kitob bor. 6-toifa. Ishga qabul qilish yoki ishdan bo'shash sanasi noto'g'ri rasmiylashtirilgan xodimlar. Agar buyruqda sana bir xil, elektron tizimda boshqa xil, tabelda yana boshqa xil bo'lsa, ish haqi, staj va to'lovlarda muammo paydo bo'ladi. Masalan, xodim 1 martdan ishlay boshlagan, lekin tizimga 10 martdan kiritilgan. Shu 9 kun uchun ish haqi yoki staj bo'yicha farq yuzaga keladi. Kimdir 9 kun nima bo'libdi deydi. Lekin pensiya hisobida ta'til huquqida, sinov muddati va mehnat stajida har bir kun ahamiyatli bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchidan, oxirgi 2-3 yil ichida ish haqi oshgan, lekin sizda to'lovlar o'zgarmagan bo'lsa. Ikkinchidan, siz rasmiy ishlayotgan pensioner bo'lsangiz. Uchinchidan, sizda tungi smena, qo'shimcha vazifa, zararli ish sharoiti, malaka toifasi yoki doimiy ustamalar bo'lsa. To'rtinchidan, siz yaqinda ta'tilga chiqqan, kasallik varaqasi olgan yoki dekretga chiqqan bo'lsangiz. Beshinchidan, ish stajingizda uzilishlar yoki hujjatlarda nomuvofiqliklar bo'lsa. Kimlar ko'proq xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizning ish joyingizda barcha to'lovlar shaffof bo'lsa, har oy hisob varaqasi berilsa, ish haqi oshganda sizga alohida buyruq ko'rsatilsa, ta'til puli va ustamalar bo'yicha hisob-kitob ochiq tushuntirilsa, sizda katta xavf kamroq. Lekin men baribir tekshirishni maslahat beraman. Chunki xato doim yomon niyatdan bo'lmaydi. Ba'zan tizimdagi texnik nosozlik inson omili yoki ma'lumotning kechikib kiritilishi sabab bo'ladi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nuanca, qayta hisoblash har doim ham hammaning puli oshadi degani emas. Ba'zan qayta hisoblash natijasida xatolar aniqlanadi va ayrim to'lovlar noto'g'ri ortiqcha berilgani ham chiqishi mumkin. Lekin xodimga ortiqcha to'langan summani ushlab qolish masalasida ham alohida tartiblar bor. Ish beruvchi xohlagan paytda biz adashibmiz, endi hammasini ushlab qolamiz deb bir yo'qlama harakat qilish to'g'ri emas. Bunda xatoning sababi muddat xodimning roziligi va qonuniy tartib muhim bo'ladi. Ikkinchi nuanca, norasmiy ishlagan davr odatda qayta hisoblashda muammo tug'diradi. Men juda ko'p holatda eshitaman. Ustoz, men 5 ishlaganman. Lekin mehnat daftarchamda yozilmagan, shartnomam bo'lmagan. Endi pensiyamga qo'shiladimi? Bu juda og'riqli masala. Agar ish rasmiylashtirilmagan bo'lsa, uni isbotlash qiyinlashadi. Guvohlar, eski buyruqlar, ish haqi vedomoslari.
bank o'tkazmalari, soliq ma'lumotlari bo'lsa, vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin faqat og'zaki ishlaganman degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. 3-nuanji, ish haqi konvertda berilgan bo'lsa, qayta hisoblash faqat rasmiy qismdan kelib chiqishi mumkin. Masalan, siz real hayotda 5 million so'm olgansiz, lekin hujjatda 2 million so'm ko'rsatilgan. Ta'til puli, kasallik varaqasi, pensiya yoki boshqa hisob-kitoblarda tizim odatda rasmiy 2 millionni ko'radi. Shuning uchun norasmiy daromad bugun qulay tuyulishi mumkin, lekin ertaga pensiya. Kredit, ta'til puli va ijtimoiy himoya masalalarida zarar keltiradi. 4-nuanja qayta hisoblash muddati masalasi. Har bir talab bo'yicha muddatlar bor. Xodim o'z haqini vaqtida talab qilishi kerak. 5 yil oldin menga kam to'lashgan ekan, endi hammasini olaman deyish har doim ham oson emas. Qaysi to'lov, qaysi davr, qaysi hujjat asosida qachon xato aniqlangan, bularning hammasi ahamiyatli. Shu sababli siz shuba qilgan zahoti yozma ravishda murojaat qilishni maslahat beraman. Og'zaki so'rash yetarli emas, chunki keyin men aytgandim degan gapni isbotlash qiyin. 5-nuanja. Qayta hisoblash uchun ariza kerak bo'ladigan holatlar bor. Ayrim hollarda buxgalteriya o'zi aniqlab farqini to'lab beradi. Masalan, tarif stavkasi kechikib yangilangan bo'lsa, tashkilot umumiy qayta hisoblash qilishi mumkin. Lekin shaxsiy holatlar, masalan, ish staji noto'g'ri ko'rsatilgani, oldingi ish joyidan ma'lumot qo'shilmagani, ustama bo'yicha buyruq inobatga olinmagani kabi vaziyatlarda sizning murojaatingiz juda muhim. 6-nuanja. Xodimning lavozimi o'zgargan bo'lsa, masalan, siz operator edingiz, keyin katta operator lavozimiga o'tdingiz. Buyruq 1 apreldan chiqqan, lekin oylik 1 maydan oshirilgan. Bu yerda 1 apreldan 30 aprelgacha bo'lgan davr qayta hisoblanishi kerak bo'lishi mumkin. Lekin agar buyruqda 1 maydan boshlab deb yozilgan bo'lsa, masala boshqacha. Demak, har doim buyruq matnini ko'rish kerak. 7-nuanja. Budjet tashkilotlarida shtat jadvali va tarif razryadlari muhim. Ko'pchilik faqat qo'lga tegadigan summaga qaraydi. Lekin aslida sizning lavozimingiz, razryadingiz, toifangiz, stavkangiz, ish yuklamangiz va ustamalaringiz bir-biriga bog'liq. Masalan, o'qituvchi 1 stavka emas, norma 7-5 stavka ishlayotgan bo'lishi mumkin. Shunda u nega falonchi mendan ko'p oldi deydi. Sababi falonchi 21-25 stavka ishlagan bo'lishi mumkin. Qayta hisoblashda ham aynan real stavka va yuklama hisobga olinadi. 8-nuanja, bir xil lavozimdagi xodimlarning qayta hisoblash summasi turlicha bo'lishi mumkin. Bu adolatsizlik emas, agar ularning ish ustamasi, ish yuklamasi, toifasi ishlagan kunlari yoki soliq holati farq qilsa. Masalan, 2 hamshira bir bo'limda ishlaydi. Birining staji 3 yil, ikkinchisiniki 12 yil. Birida tungi smenalar ko'p, ikkinchisida kunduzgi ish. Qayta hisoblashda ularga bir xil summa chiqmasligi tabiiy. 9-nuanja, ishdan bo'shagan xodim ham qayta hisoblashni talab qilishi mumkin. Ba'zi odamlar men endi u yerda ishlamayman, talab qilsam bo'lmaydi deb o'ylaydi. Agar siz ishlagan davrda sizga tegishli to'lov kam hisoblangan bo'lsa, siz sobiq ish beruvchiga yozma murojaat qilishingiz mumkin. Albatta, muddatlar va hujjatlar muhim, lekin ishdan ketganingiz sizning huquqingiz tugadi degani emas. 10-nuanja, faqat og'zaki va'da bilan ish ko'rmang. Keyingi oy qo'shib beramiz, hali hisoblayapmiz, rahbar imzo qo'ysin kabi gaplar uzoq davom etsa, yozma ariza bering. Yozma ariza vaziyatni rasmiylashtiradi. Sizda sana bo'ladi, kirim raqami bo'ladi, javob berish majburiyati paydo bo'ladi. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 10 oy yoki kamida oxirgi 6 oy bo'yicha hisob varaqalaringizni oling. Har oy sizga qancha asosiy ish haqi, qancha ustama, qancha mukofot, qancha ushlab qolish, qancha soliq va qo'lga qancha to'lov bo'lganini ko'ring. Agar ish joyingizda elektron kabinet bo'lsa, o'sha yerdan yuklab oling. Agar yo'q bo'lsa, buxgalteriyadan so'rang. Ikkinchi qadam, mehnat shartnomangizni va unga kiritilgan qo'shimcha kelishuvlarni tekshiring. Siz qaysi lavozimga, qaysi stavkaga, qaysi sanadan qabul qilingansiz? Ish haqi miqdori yoki tarif sharti qanday yozilgan? Qo'shimcha vazifa yuklatilgan bo'lsa, bu haqda buyruq bormi? Lavozim o'zgargan bo'lsa, buyruq qaysi sanadan kuchga kirgan? 3-qadam, tabel ma'lumotlarini tekshiring. Ayniqsa smenada ishlaydiganlar, tungi vaqtda ishlaydiganlar, dam olish yoki bayram kunlari ishga chiqqanlar uchun tabel juda muhim. Agar siz haqiqatan ham 10 kun tungi smenada ishlagan bo'lsangiz, lekin tabelda bekor ko'rsatilgan bo'lsa, bu to'lovga bevosita ta'sir qiladi. 4-qadam, pensiya oluvchi bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi
yoki tegishli davlat xizmatlari orqali o'zingizning staj va daromad ma'lumotlaringizni tekshiring. Oldingi ish joylaringiz to'liq ko'rinayaptimi? Familiyangiz o'zgargan bo'lsa, eski hujjatlar bilan hozirgi ma'lumotlar mosmi? Harbiy xizmat, dekret davri, o'qish yoki boshqa hisobga olinadigan davrlar bo'yicha hujjatlar joyidami? Bu savollar pensiya qayta hisoblashida juda muhim. 5-qadam, agar farbor deb o'ylasangiz, og'zaki janjal qilmang, yozma ariza tayyorlang. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: menga falon davr uchun ish haqi, ustama, ta'til puli yoki boshqa to'lovlar bo'yicha hisob kitobni tushuntirib berishingizni va zarurat bo'lsa qayta hisoblash o'tkazishingizni so'rayman. Arizaga nusxa oling, topshirgan sanangizni qayd qildiring. Agar elektron murojaat bo'lsa, tasdiq raqamini saqlab qo'ying. 6-qadam, quyidagi hujjatlarni yig'ing. Mehnat shartnomasi, ishga qabul qilish buyrug'i, lavozim o'zgarishi bo'yicha buyruqlar, ustama yoki qo'shimcha vazifa haqidagi buyruqlar, tabel nusxasi, hisob varaqalari, bank kartangizga tushgan oyliklar bo'yicha ko'chirma, ta'til buyrug'i, kasallik varaqasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlashga oid ma'lumotlar. Hujjat qancha to'liq bo'lsa, sizning pozitsiyangiz shuncha kuchli bo'ladi. 7-qadam, javobni kuting, lekin cheksiz kutmang. Ish beruvchi yoki mas'ul tashkilot sizning murojaatingizga belgilangan tartibda javob berishi kerak. Agar javob ma'qul bo'lsa, hammasi to'g'ri deb hech qanday hisob kitobsiz yozilsa, siz hisob kitobni batafsil so'rashga haqlisiz. Masalan, qaysi davr olindi, qaysi summa asos bo'ldi, qaysi ustamalar kiritildi, qaysi foiz qo'llandi deb so'rang. 8-qadam, natija bo'lmasa, yuqori tashkilotga, mehnat organlariga yoki huquqiy maslahat beradigan mutaxassisga murojaat qiling. Men tomoshabinlarga doim shuni aytaman: avval hujjat bilan, tinch yo'l bilan, dalil asosida harakat qiling. Lekin huquqingiz buzilayotgan bo'lsa, ishdan haydab yuborishadi deb sukut saqlamang. Qonuniy talab qilish bu janjal emas, bu o'z mehnatingizga hurmat. 9-qadam. Kelajak uchun har oy o'zingizga kichik nazorat odatini kiriting. Oylik tushganda faqat qancha tushdi deb qaramang. O'tgan oy bilan solishtiring. Agar 300 ming kam tushgan bo'lsa, sababini biling. Ta'tilga chiqsangiz, ta'til puli qanday hisoblanganini so'rang. Qo'shimcha ish qilsangiz, buyruq borligini tekshiring. Rasmiy ishlayotganingizga soliq va staj ma'lumotlari to'g'ri ketayotganiga e'tibor bering. 10-qadam. Hamkasblaringiz bilan solishtirganda ehtiyot bo'ling. Unga ko'p beribdi, menga kam degan gapni darrov xulosa qilmang. Avval shartlarni solishtiring. Stavka bir xilmi? Ish kuni bir xilmi? To'yfa bir xilmi? Staj bir xilmi? Tungi smena bir xilmi? Ta'til yoki kasallik bo'lmaganmi? Ana shundan keyin adolatli taqqoslash mumkin. Xulosa qilib aytaman, qayta hisoblash masalasi juda muhim. U ishlayotgan pensionerlarga, ish haqi oshish kechikib qo'llangan xodimlarga, ustama va qo'shimcha to'lovlari noto'g'ri hisoblanganlarga, ta'til puli yoki kasallik varaqasi bo'yicha farq chiqqanlarga, shuningdek hujjatlarida sana, lavozim, staj yoki stavka bo'yicha xato bo'lganlarga tegishli bo'lishi mumkin. Men sizga tavsiya qiladigan eng asosiy narsa, o'z pulingizni tekshirishdan uyalmang. Hisob varaqangizni so'rash sizning huquqingiz. Buyruqni ko'rish sizning huquqingiz. Qayta hisoblashni talab qilish agar asos bo'lsa, mutlaqo qonuniy talabdir. Hamma narsa og'zaki gap bilan emas, hujjat bilan hal bo'ladi. Agar sizda ham shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing, sizga qayta hisoblash qilindimi? Qaysi to'lov bo'yicha muammo bo'ldi? Ish beruvchi qanday javob berdi? Kommentariyalaringiz boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda men yana mehnat huquqi, pensiya, ish haqi va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng dolzarb savollarni oddiy tilda tushuntirib beraman.